Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve barakatuhu. Barlık aziz qarindoshlarım. Men bugün sizlarga Allah subhanahu ve ta'alaning suyumlik payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallahu alayhi ve sellem orqali bizlarga yetkazgan muborak Qur'oni Karimdagi Iza Jaa surasini xotirlatib o'tmoqchiman. Chunki biz Sharqiy Turkistonliklar düşmanımız Xitoy tajovuzchilariga qarshi hem maddi jihatdan, hem siyosiy jihatdan, hem ijtimoiy jihatdan, jismoniy jihatdan, har jihatdan kuchli bo'lgan tajovuzchi dushmanlarga qarshi bütün kuchimiz bilan va barliq irodamiz bilan kurash qilyapmiz. Xitoy tajovuzchilari dunyodagi eng kuchli davlatlarga ishonib qilib özünün Qur'an gücü arqalıq, askeri gücü arqalıq ve iqtisadi gücü arqalıq özünün nüfusunun köplüğüge işinip bütün dünyaya jang e'lon qilayotgan bu kuchli düşman gerçi iblisga xizmat qilayotgan odamiy shaytonlardan bo'lsa-mu, Allohning dushmani bo'lsa-mu, bizning ruhiyatimiz, imonimiz, vijdon va g'ururimiz özümüzki bo'lgan ishonchimiz nihoyat yuqori bo'lsa-mu, bizning ruhiyatimizni, jismoniyatimizni charchitib qo'ymoqda. Menimcha ko'pincha qarindoshlarimiz ba'zi vaqtlarda biz nima qila oldik, bizning qo'limizdan nima keladi va yoki biz mushundaqla o'tib ketamizmi degan fikrlar bilan, xayollar bilan ruhiy psixikasi buzilib qolishi mumkin. Bir necha kunlab tushkunlashib, hech ish qilg'usi kelmaydigan, hech kimga aralashqisi kelmaydigan, hech kimga gap qilg'usi kelmaydigan, chiroyiga kulki yugurmaydigan bir xil ruhiy besimlarga uchrayotgan bo'lishimiz mumkin. Biz Iza Jaa surasi orqali özümüzün ruhiyetini, imanını, meydanını texmi güçlendirip bakaylı. Mübarek Kur'an-ı Kerim'de Allah subhanahu ve ta'ala bizlerge, sizlerge Allah'ın kalbine oturttu kelgen çağda insanların top bulup Allah'ın dinine, İslam dinine kirvatkanlıkını görürsüler. Bu çağda Allah'a tövbe kılınlar. Allah hakikaten tövbelerini bekmi kubul kılgıcıdır. Sizler bu çağda Allah'a tövbe kılınlar ve Allah'a istiğfar eytanlar deydi. Allah subhanahu ve ta'ala'nın bizlerge etkan bu sözüden biz nimelerini bilip alalayımız, nimelerini düşünüp alalayımız. İslam alimlerinin, dini ustazlarımızdan deyişçe, ma'lum bir işnin buluşu bilen, ma'lum bir işler güçlense, yoki terakki kılsa, o işnin bulmaslığı bilen ma'lum narsalar acizleşidir. Yani Allah'ın düşmanları bo'lgan Xitoy tajovuzchilari acizlashgan chaqda, ularga qarshi biz kuchlangan chaqda, biz ularga unumli zarbalarni berib, Sharqiy Turkistonning mustaqilligi uchun cho'ng ishlar hujur chiqishga boshlagan chaqda, Allohning g'albini surtib kelgan chaqda, albatta bizni qo'llaydiganlar, bizni qo'llaydigan xalqlar, davlatlar ko'payib ketadi. Hozir Xitoy tajovuzchilari bilan aloqasini uzolmayotgan, Xitoyga qarshi mustaqillik kurashiga qo'shilmayotgan va yoki Xitoyga qarshi kurash qilayotgandek bo'lsa-mu, mustaqillik irodasi bo'lmagan, Xitoydan butunlay ayrilib ketishga ko'zi qiymayotgan insonlarmi qaytadan o'ziga ishonch bog'lab, Xitoy tajovuzchilariga qarshi amaliy harakatlarga o'tishga boshlaydi. Ammo hozirgi o'xshash Allah subhanahu va taolaning bizlarni imtihon qilayotgan, bizlarni mushkulchilik bilan, qiyinchilik bilan, ba'zi mag'lubiyatlar bilan imtihon qilayotgan vaqtda nurg'unlagan kishilar Allohning dinini tark etib chiqib ketadi, Allohning dinidan yiroqlashadi. Özünün Allah'a bergen vədisiga xilaflik qiladi. Bundaq vaqtlarda sadiqlarning sepi azlab ketadi, acizlab ketadi. Ayni vaqtda Peygamberimiz Muhammad Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem öz şehirde, Mekke'de yıllarca insanlarını, özünün urug' tuqqanlarini, dost birodarlarini haq dinga, adaletga da'vat qilgan bo'lsa-mu, o chaqda Peygamberimiz Muhammad Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bilan birga bo'lganlar, bu yo'lda badal to'laganlar, o'zining maydonida mustahkam turganlar nihoyat oz edi. Hatto 100 ga yetmagan edi. Ammo Allohning qalbini surtib kelib, Mekke fathidan keyin nurg'unlagan kishilar, xalqlar top bo'lib Allohning diniga kirishga boshladi. Hatto ölümüge kadar mal mülkini hamma narsasini Allah'ın yo'liga qarshi turishga ishlatgan Peygamberimiz Muhammad Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemga eng ashaddiy dushmanlik qilganlar o'zining xatoliklarini his qilib, Allohga tövbe qilib, islom dinini qabul qilgan edi. Shuning uchun Allah subhanahu va taolaning nazarida o'z hayotini mushkulchiliklar ichidami, qiyinchiliklar, mag'lubiyatlar ichidami davomli shaklda Allohning yo'lida kurash qilishga sarf qilganlarning darajasi davomli shaklda uzun muddat o'z hayotini, shaxsiy hayotini kechirish bilan oddiy amallar bilan o'tkazib, faqat ma'lum bir kuni, ma'lum bir janglarda fidokorlik ko'rsatib, qahramon bo'lganlarga qaragan chaqda o'z hayotini davomli shaklda bu xizmat bilan Allohning yo'lida xizmat qilish, fidokorlik ko'rsatish bilan muntazam xizmat qilganlar va Alloh yo'lida shahid bo'lganlarning darajasi nihoyat ustun va nihoyat yuqori bo'ladi.
Ular Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bilen cennette hoşnu buludu. Bularning misali Ebu Bekir Siddiq radiyallahu anhu, Ömer ibn Hattab radiyallahu anhu ve Osman radiyallahu anhu, Ali radiyallahu anhu o'xshash öz hayatını davamlı şekilde Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bilen birga buluş ve onun yine tuturuş. Onun için mal mülkini, bütün güç kuvvetini, zihniyetini, vaqtini sarf qilganlar. Bularning derecesi hiç kimning derecesi bilan o'xshamaydi. Şunun için hazırki zamanımızda muşunda mağlubiyet yaşayotgan, Xitoy tajovuzchilariga qarshi g'alaba qozonolmayotgan, gerçi qilayotgan ishlarimiz bek unumli bo'lmayotgandek ko'ringan bo'lsa-mu, biz Alloh roziligi uchun haqiqiy xolis niyatda o'z imkoniyatlarimizni, kuchimizni, vaqtimizni va iqtisodimizni sarf qilayotgan bo'lsak, bu vaqtning o'zida bizning olgan bütün qadamlarimiz, olgan nafaslarimizgacha Allohning nazarida nihoyat yuqori amal va savob yozilib turdi. Shuning uchun qarindoshlarimiz hargiz umidsizlanmayli. Herkesmi tushkunlashmayli. Biz bundaq devatimiz albatta Xitoy tajovuzchilariga qarshi eng tuvan sapdan eng yuqori sapkishi bo'lgan qarindoshlarimizning bir necha oyda bir qatim, bir necha kun tushkunlashish, umidsizlanish ahvollari yuz berishi aniq. Albatta ba'zida men shunday ahvollarga duch kelaman va bu umidsizlikdan, tushkunlikdan qutulish uchun Allohga sig'inib duo qilaman. Alloh subhanahu va taolo bizni voz kechganlardan, umidsizlanib o'z g'oyasini, maydonni yo'qotib qo'yganlardan qilib qo'ymasin. Öz vaqtimizni, hayatimizni faqat moddiy narsalar uchun, yaxshi turmush kechirish uchun o'tkazganlardan qilib qo'ymasin. Albatta biz deymizki, biz mayli g'alaba qilayli, mayli mag'lub bo'layli, biz o'z maydonimizdan, o'z ko'rishimizdan aslo voz kechmaymiz. Qilgan ishimizning mayli manfaati bo'lsin yoki manfaati bo'lmasin, biz tajovuzchi Xitoylarga qarshi Allohning yo'lida kurash qilamiz deymiz. Ammo ba'zi vaqtlarda o'z ruhiyatimiz, jismoniyatimiz bunga bardoshlik berolmay qolishi mumkin. Ba'zi vaqtda bir necha kun aram ilish va azroq nafas elishni orzu qilishi mumkin. Shuning uchun uzundan beri qarindoshlarimga davomli izlanish, insonlar o'zaro bir-birini tushunish, o'zaro ittifoqlashish, qarindosh bo'lishga tavsiya qilib kelyapman. Balki bu qilayotgan xizmatlarimizning ko'p unumi ko'rilmasligi mumkin. Ko'p foydasi bo'lib ketmasligi mumkin. Ammo Ibrohim alayhissalomni ko'ydirmoqchi bo'lgan shundaq gigant o'tni o'chirish uchun o'z eg'izida suv to'shigan chumul misoli, men o'zimning qo'lidan kelishicha, toqatimning yetishicha, irodamning yetishicha xalqim uchun, vatanim uchun Alloh yo'lida tajovuzchi dushmanlarga qarshi bir kishilik vazifamni ado qilish uchun tirishchilik ko'rsataman. Oxirida qarindoshlarimga yana bir qatim eslatib o'tadiganim, biz vatanimiz Sharqiy Turkistondan chet elga yangi chiqqan vaqtlarimizda atrofimizdagi qarindoshlarimizdan bizdan burun chiqqanlar, 10 yil, 15 yil burun chiqqanlar vatanimizni unutib ketibdi. Xitoyga qarshi harakat qilmay o'tibdi. Vatanimizni cho'qim biz ozod qilamiz degan ovozlarni, bu xil so'zlarni ko'p anglaydik. Mana hash-pashligicha ko'zimizni yumib ochqicha 6-7 yil o'tib ketdi. Bu jarayonda Xitoy tajovuzchilariga qarshi har xil ishlarni qilishga tirishib baqdik, urinib baqdik. Xitoy tajovuzchilariga qarshi ilib berilgan harakat sepimizda nurg'ulgan qarindoshlarimizning tushib qolganligini, voz kechib qolganligini ko'rib qoldik. Va hozir ko'pincha qarindoshlarimizning deydigini, biz Xitoy tajovuzchilariga qarshi amaliy harakat ilib berilgan vaqtda, Xitoyga qarshi jang ilib berilganda biz bu saplarga oilamizni tashib etib qo'shilamiz. Biz bu yo'lda shahid bo'lamiz. Jang boshlanganiga qadar biz hech qanday tashkilotga ishonmaymiz. Agar qaysi tashkilot bu ishni qilsa, biz shunga ergashamiz. Onungacha sukut qilib saqlab turamiz degan fikrlar, ideyalar ko'payotdi. Men bu xil ideyalarni, bu xil fikrlarni %100% xato deb o'ylayman. Chunki vaqt degan atgan o'q. Vaqt hargiz qaytib kelmaydi. Alloh subhanahu va taolo bizdan sen nima uchun Xitoyga qarshi urush qilmading deb emas, sana berilgan imkoniyatlardan nima uchun to'liq foydalanmading? Nima uchun toqatingning yetishicha Allohning dushmanlariga qarshi harakat qilmading deb so'raydi. Hash-pashligicha 6-7 yil o'tib ketgan bo'lsa, yana bir qatim ko'zimizni yumib, uyg'ongan vaqtgacha 10-15 yil o'tib ketishi mumkin. Bu chaqda bellarimiz muhchaygan, chashlarimiz oqargan bo'lishi mumkin. Bu vaqtda voy isit, nima uchun yoshligimda unda qilmagan bo'g'aydim? Nima uchun bunda qilmagan bo'g'aydim deb bizdan burun o'tib ketgan, bizdan 40-50 yil burun o'tib ketgan, 30 yil burun yashab o'tib ketgan insonlarga o'xshash pushaymon ololmaydigan qachi izlab yuramiz. Ammo bu chaqda bizga hech qanday narsa foyda qilmaydi. Biz bu chaqda biz ayblayotgan, biz haqoratlayotgan kishilardan hech qanday farqimiz qilmaydi. O'zimizning farzandlariga, navrilarga beradigan hech qanday javobimiz bo'lmaydi. Eng muhimi oxiratda Allohga beradigan javobimiz bo'lmaydi. Shuning uchun har vaqt o'z iymonimizga, vijdonimizga javob bera oladigan shaklda yashashga tirishimiz. Bundaq desam, ba'zi qarindoshlarimiz mening qo'limdan nima ish kelatdi deyishi mumkin.
Bulupmu chet elda yaşayotgan qarindoshlarimiz ichida qo'ldan ish kelmaydigan bekat rat kishilarning borligiga men ishonmayman. Har bir qarindoshimizning Alloh subhanahu va taolo bergan imkoniyati, toqati va iqtidori bor deb o'ylayman. Bizga kerakli bo'lgani shu imkoniyatdan va toqatdan foydalanib turib, haqiqiy amaliy yaxshi ishlarni qilish va yaxshi ishlarni qilishga tirishish. Hech ish qilolmagan taqdirdami Allohning dinini tushunishga tirishish, ilm o'rganish. Faqat shaxsiy ibodatlarga emas, Allah bilan o'zimizning o'rtasidagi munosabatga emas, atrofimizdagi kishilarga, do'stlarga, ya'ni kishilar bilan kishilarning o'rtasidagi munosabatlarga ko'plab ahamiyat berishimiz kerak. Kishilik munosabatni o'rganishimiz kerak. O'zaro do'stlashish, o'zaro qarindoshlik beg'imizni kuchlantirishga nihoyat bek ahamiyat berishimiz kerak. Mayli xalqimiz ichida, mayli tashkilotlarimiz ichida har jihatdan iqtidorli kishilar nihoyat oz, nihoyat kam. Shuning uchun iqtidor egasi bo'lish uchun tirishchilik ko'rsatishimiz kerak. Bir narsa bilmagan, o'rganmagan kishining 5 yilda qilgan ishini, bir narsaning kasbini egallagan, uni o'rgangan kishi 1 yilda qilishi mumkin. Shuning uchun bir narsa o'rganishmi vatan uchun, Alloh uchun xizmat qilmoq bo'ladi. Mening bugun sizlarga eslatmoqchi bo'lganlarim bu qadar. Alloh subhanahu va taolo hammamizni hayotini ma'nilik, yaxshi o'tkazishga nasib qilsin. Ahamiyatsiz hayotdan panohlik bersin. Hayotimizni yaxshi ishlar bilan o'tkazishga, islom ummati uchun xizmat qilishga, tajovuzchi xitoylarga qarshi turishga sarf qiladigan yaxshi mu'minlardan qilsin. Ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar, yaxshi duolarda eslashib turaylik. Allohga omonat.